Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana bir fayzli xonadonga navbatdagi ishimizni bitkazib ustanovkasini qilib yakunladik. İşimizni ko'rib baho berasizlar. Xonadoniga shunaqangi temir naveslar, temir toklar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga olib kelib, zakaz bo'yicha ustanovkalarini qilib berib yakunladik. Bu temir so'kchagimiz ham temir so'kchak sifatida ham ustini kelajakda yopib yuborish maqsadida baquvvat temir mahsulotlaridan foydalanib tayyorlab bitkazdik. Firmalari bu temir tokimizni 4x4lik 1.7lik stenali profildan foydalanganmiz. Har 1.20 cm tashlab, oraliq masofalarini har 50 cm ga ko'rishlaring mumkin. Ana shu gulini to'g'rilab tepadagi tunuka yoki leksan qatiradigan profillarini ham tashlab chiqqanmiz. Xori qismlari, burchak gullari lazerli variantda bo'lgan. Beliga stoykalar bir-birini ushlash hisobiga ikki qator profil svorkalab, rangini korishneviy svetga bo'yab, chiroyli qilishlar berdik. Stoykalarimiz 8x8lik profilda bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, bu temir so'kchagimiz общий sommasi 1 kvadrat metri 245 ming so'mdan dastavka ustanovka hamma yo'q ichida. Mana shu 118 kvadrat joy 28 million 800 ming so'mga kelib o'rnadi. Albatta hozirgi kunda 1 kvadrat metri temir so'kchaklarimizni 180 ming so'mdan 300 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Va bu 250 mingdan 300 minggacha bo'lganlari hurmatli yurtdoshlar, bemalol ustini yopib naves qilib olsa ham bo'laveradigan holatga olib kelib, chiroyli qilib bitkazib o'rnatyapmiz. Va 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha har xil turdagi temir naveslar, shumkali naveslar ham tayyorlab beryapmiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.